Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan number metodlari bo'yicha 8-darsimiz. Bugun ko'radigan metodimiz mass floor metodi. Ya'ni mass floor metodi nima qiladi? Mass floor metodi sonni pastga, ya'ni eng yaqin butun songa yaqinlab beradi. Har doim pastga qaraydi. Hatto kasr 0.9 bo'lsa ham o'sha pastga qaraydi, ya'ni tepaga emas. Misol uchun bizga mass round metodi bor edi. 4.5 ni qiymat sifatida beradigan bo'lsak 6 ni 4.5 ni qiymat sifatida beradigan bo'lsa 5 ga o'taydi, 5 ga yaqinlab beraydi. 4.5 dan kichik son beradigan bo'lsak 4 ga qarab yaxlitlasizlar, lekin mass floor unday emas. Mass floorga 4.9 bergan taqdirimizga ham 4 ga yaxlitlab beradi. Doim pastga qarab yaxlitlaydi. Misollarni ko'rib chiqamiz. Oddiy sonlar. Birinchi misolimiz. Bu yerga console log chaqirilgan va mass object chaqirilib, ichidagi floor metodi chaqirilgani 4.7 qiymat sifatida berilgan. Ikkinchisida ham console log chaqirilgan va mass floor metodi chaqirilib 4.1 qiymat sifatida berilgan. Har ikkalasiga ham natija 4 chiqishi kerak. Terminalni ochaman. Note numbers.js. Ishga tushiradigan bo'lsak, ikkovini ham qiymati 4 mana. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 4.7 ni ham bizga 4 qilib berdi, 4.1 ni ham 4 qilib berdi. Mass round metodiga agar 4.7 ni beradigan bo'lsak, bizga 5 ga o'tkazib beraydi, 4.1 ni esa 4 ga qaytarib beraydi. Ya'ni mass floor bilan mass round orasidagi farq shunda. Mana endi butun sonni o'zini beradigan bo'lsak, buni ishlatib ko'ramiz. Ya'ni hech qanaqasiga bunga kasr qismi mavjud emas, faqatgina 5 butun sonning yuzi. Bunday vaziyatda butun son o'zini qaytaradi, hech qanaqa o'zgarish uchramaydi. Kommentariya qilaman. Manfiy son beradigan bo'lsak, buni ishlataman. Ya'ni manfiy sonlarga mass floor metodi yana ham pastga qaraydi. 4.3 4 ga yaxlitamaydi, balki 5 ga yaxlitlaydi. Ya'ni minus sonlarga 0 ga qanchalik yaqinligiga qarab katta kichik belgilanadi. Misol uchun 5 4 dan kichik. Minus 5 minus 4 dan kichik, shuning uchun ham minus 5 ga o'tkazib beradi. Ya'ni doim pastga qarab kichik qiymatga qarab yaxlitlaydi bu mass floor metodi. Shuning uchun ham bizga 4 emas, minus 5 qaytaradi. Minus 4 emas, minus 5 qaytaradi. Buni ishga tushiramiz. Minus 5. Keyin string ichida beradigan bo'lsak, agar biz qiymatni string formatda beradigan bo'lsak, ya'ni oldingi darslardan bilamizki, nima qo'shtirnoq ichidagi har qanday son ham string ma'lumot turiga oid bo'ladi. Bu yerda mass floor va string ichida, o'sha qo'shtirnoq ichida 6.9 string formatida raqam berib yuborilgan va natija 6 chiqishi kerak. Buning sababi mass floor metodi ham qolgan number metodlariga o'xshab stringni o'zi aylanib qo'yiladigan kelsa avtomatik numberga aylantirib oladi. Ya'ni bu sondan tashkil topgani uchun qo'shtirnoq ichida bo'lsa ham JavaScriptdagi mass floor metodi buni raqamga aylantirib yaxlitlab biladi. Buni ishga tushiramiz. Natija 6. Ya'ni ko'rib turgan bo'lsangiz, rangi sariq chiqdi. Bu nima ma'lumot turini ham number ma'lumot turida qaytaryapti. Buni kommentariya qilamiz. Va not a number qaytaradigan matn. Uni kopiya qilib olaman va ishlatib ko'ramiz. Bu yerga ham oddiy console log chaqirilgan, mass floor metodi chaqirilib hello, ya'ni string formatiga oddiy berib matn berib yuborilgan. Ya'ni bu matnni endi raqamga aylantirishning iloji yo'q. Shuning uchun ham not a number xatoligini qaytaradi. Mana. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.